Oila jamiyatning asosiy boshlang'ich bog'ini, go'zal urf-odatlar, milliy qadriyat va an'analarni o'zida asrovchi, asrlar osha tarbiyada o'ziga xos milliylikni shakllantiruvchi muqaddas maskan. Oila tinch bo'lsa, mahalla tinch, jamiyat farovon, davlat mustahkam bo'ladi. Dunyo bo'ylab 15-may Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanadi. Bu kunning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 20-sentyabrdagi yalpi yig'ilishida 15-may kuni Xalqaro oila kuni deb belgilangan. Bundan asosiy maqsad dunyo jamoatchiligini oiladagi muammolarni bartaraf etish, oila qadriyatlarini mustahkamlash, munosabatlarni tartibga solishdir. Mamlakatimizda yoshlarning turmush qurish oldidagi tayyorgarligidan to barpo etilgan oilaga e'tibor, ularni qo'llab-quvvatlash, ehtiyojmand oilalarning muammolarini hal etish, oila vakillarining tibbiy, ijtimoiy, huquqiy xizmatlardan foydalanish uchun imkon yaratish kabi qator yo'nalishlarda zarur shart-sharoitlar qilinmoqda. Respublikamiz hududlari orasida eng ko'p oilalar Farg'ona viloyatiga to'g'ri keladi. Viloyatdagi oilalar soni 1,23,042 tani tashkil etadi. Mamlakatimizda oilalar soni ko'payaversin. Har bir oila tinch, osoyishta, farovon va baxtli bo'lib, yurtimiz barqarorligiga asos bo'laversin.